ong ostimizda tug'ilganimizdan umrimizni oxirigacha ko'rganimiz, eshitganimiz, his qilib ko'rganimiz yoziladigan bo'lsa, u yerda turli xil axborotlar juda ham ko'p ekan. Va ko'zlarimiz ko'rishda, quloqlarimiz eshitishda davom etar ekan. Demak, biz tashqi dunyoda qachonlardir ichimizda yozilgan axborotni qo'zg'atuvchi voqea hodisalar juda ham ko'p topiladi-da, juda ham ko'p topiladi. Va agar biz o'zimizni ongli ravishda o'y hayollarimizni, his tuyg'ularimizni, xatti-harakatlarimizni maqsadli ravishda, целенаправленно agar shuni hayotda qo'llamaydigan bo'lsak, o'z-o'ziga tashlab qo'yadigan bo'lsak, nima yuz beradi? Men ko'zim ko'rdi bitta narsani, esimga o'sha noxush voqea tushaveradi, yana shuni ta'sirlanib yuraveraman. Yoki men biror bir narsani eshitib qoldim, yoqimsiz voqeani, u meni ongim ostidagi qachondir yozilib qolgan yoqimsiz voqeani yana junbushga keltiradi, yana meni kayfiyatim buziraveradi-da. Tushunyapsizmi? Demak, biz e'tiborda saqlashimiz kerak. Biz o'zimiz komandani berishimiz kerak. Bugun ana shuning uchun bir narsani tushunib olish kerak. Biz bugungi kunda vaqt nuqtai nazaridan ham juda ham tezkor bo'lishimiz kerak. Bizda unaqa bemalol yana 50 yil bor-u hali deydigan vaqtimiz yo'q. Chunki olimlar buni allaqachon e'tirof etib ulgurishdi. Yer o'z o'qini atrofida va quyoshning atrofida ham aylanishi qisqargan nechadir darajaga. Bu nima degani? O'sha kuz, qish, bahor bo'laveradi, o'sha ertalab, kechqurun bo'laveradi, faqat u tezroq bo'lyapti. Uni kimdir sezyapti, kimdir yo'q. Mana oxirgi paytlarda juda ham ko'p mijozlardan eshitaman. Bilasizmi, hech narsaga ulgurmayapman. Xuddi vaqt tez o'tib ketayotganga o'xshab tuyulyapti deyshadi. Men ularga tushuntiraman, tuyulmayapti, o'zi haqiqatdan ham vaqt juda ham tez o'tyapti. Shuning uchun ham biz o'zimizni o'zimizga tashlab qo'yib, ko'zim nimani ko'rsa, quloq nimani eshitsa, ong ostimda qaysi axborotni qo'zg'atsa, shuni yashab yuraverik, hali ancha vaqtimiz bor degan imkoniyatga ega emasmiz. Shuning uchun ham nima bo'lish kerak? Birinchi o'rinda biz kundalik rejasiga rioya qilib yashashni tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni har kuni kunning oxirida o'tgan kunni sarf hisobini qilib, nima ishlarni bajara oldim, qaysi biriga ulgurdim, qaysi birlariga ulgurmadim, qaysi ishlarim endi ertangi kunga o'tishga majbur degan ko'rinishda ertangi kunni rejasini tuzishga o'rganishimiz kerak. Shunda bizani ko'zlarimiz o'sha maqsadli yo'naltirilgan bo'ladi, kerakli narsani ko'rishga harakat qiladi. Quloqlarimiz ham o'sha kerakli informatsiyani eshitishga harakat qilamiz, chunki bizni maqsadimiz bor, bugun erishishimiz kerak bo'lgan ishlarimiz bor. Va yaqinda televideniyada bo'lgan bir suhbatda yaxshi shu vaqtni boshqarish san'ati bilan ancha yillardan beri shug'ullanib kelayotgan mutaxassisdan bitta gapni yana ham aniqlashtirib kirgizdik. Bu narsani deadline deyiladi ingliz tilida, ya'ni va muddat. Masalan, aytaylikki, bugun men O'zbekin taronasi radiosida soat 1:00 ga qadar 13:00 ga qadar bo'la olaman. Shu 13:00 chegara. Undan u yoqqa o'tib keta olmayman desam, men bugungi mavzu haqida eng mag'zilarni, eng kerakli joylarini tezlik bilan gapirib berishga harakat qilaman. Shunda diqqatim faqat sizda bo'ladi. Shahnozaga ham qaravera olmayman va yana masalan umida kirishi mumkin boshqa insonlar gapirayotgan gapiga quloq solishga meni vaqtim yo'q, chunki meni vaqtim chegaralangan. Demak, o'sha ishlarimizni ham oxirgi muddatini belgilab olish bizni o'sha maqsadli yo'nalishda harakat qilishimizga sabab bo'ladi. Yana undan tashqari biz bu haqda juda ham ko'p gapirganmiz. Yangi axborotni ong ostiga joylash uchun albatta o'sha yuqorida biz ko'rsatgan ong bilan ong ostini o'rtasida bir o'ziga xos eshik bor deb tasavvur qiladigan bo'lsak va shu eshikning qulfini ochadigan ikkita kaliti bor. Bu bizni uyquga ketish, hali uxlab qolmadik-ku, lekin tanamiz bo'ldi, harakatdan to'xtadi. Shu holat yoki ertalab shundoq uyg'onamiz, biz uxlamayotganimizni tushunamiz, lekin hali qo'l oyoqlarimiz uyg'ongani yo'q. Ana shu holatda ochiladi ong ostining darvozalari va ikkinchi kaliti bu yozuv. Yozgan paytimizda axborot aynan ong ostiga borib mustahkam joylashadi. Shuning uchun ham o'sha yilni boshida, yilni oxirigacha erishmoqchi bo'lgan maqsadlarimizni ro'yxatini tuzing deymiz. Har kuni ish rejasini ro'yxatini tuzing deymiz yoki yutuqlar kundaligini yuritishni men tavsiya qilaman juda ham ko'p mijozlarimga. Bu nima? O'sha ong ostiga yuqorida siz aytgan har kuni kunning oxirida 5 tadan kun davomida erishgan yutuqlaringizni yozib boring. Demak, ong ostida shunaqa odat paydo bo'ladiki, men bir kunda 5 tadan yutuqqa erishishga qodirman, xohlayman va buni men bajaraman degan yangi bir odat paydo bo'lib boradi.
va relaks usullari bor. Meditatsiyalarni biz tavsiya qilamiz, affirmatsiyalarni tavsiya qilamiz yoki bo'lmasa afformatsiyalardan foydalanamiz. Lekin mana shu oxirgi sanab o'tgan metodikalardan avval shaxsan men o'zim mijozlar bilan o'sha ong ostini judayam faol bo'lib turgan salbiy axborotdan tozalash metodikalari bilan shug'ullanamiz. Bu go'yoki o'sha jarrohni insonni u yoki bu organidagi keraksiz masalan toshlar bo'ladi, tuzlar yig'ilish holatlari bo'ladi. Shuni tozalaydi-yu oldin. Ana shunga o'xshagan tozalash ishlarini olib borishimiz kerak bo'ladi-da, chunki ong ostida juda ham ko'p salbiy axborot o'tiribdi va u juda ham faol, insonga har doim shu yodiga solib, eslatib, uni kayfiyatini buzib, o'zidan chiqaradigan darajada bo'lgandan keyin biz unga affirmatsiya qiling, affirmatsiyadan foydalaning yoki yutuqlaringizni yozing desak, bu foyda bermaydi. Bu go'yoki mana bitta kattakon yiringli yarasi chiqib, isitmasi 40 darajada bo'lib turgan odamga nimani tavsiya qilishdek gapda, o'sha isitmasi chiqib turgan paytda endi o'sha yarani kesish kerak, tozalash kerak. Avval tozalab shu yiringdan, ana undan keyin malham qo'yish kerak. Agar shu yiringlab turib, isitmalab turgan joyiga ustida malhamni boylayveradigan bo'lsak, u aks natija beradi. Shuning uchun bunaqa paytlarda albatta mutaxassis bilan tozalash ishlari bilan shug'ullanishni tavsiya qilgan bo'lardim. Mana ba'zilar aytadi-yu, radioda ko'p eshitaman. Shu o'rinda Shahnozaxonga yana alohida bir minnatdorchilik bildirmoqchiman. O'sha bizani eshittirishimizni Muxlis TV orqali YouTube'da ham, boshqa kanallarda ham e'lon qilib boryaptilar va buni nafaqat bizani vatanimizda, boshqa yurtdagi vatandoshlarimiz ham kuzatib borishyapti va ulardan juda ham ko'p minnatdorchilik, o'ziga xos e'tirofni eshityapmiz. Rahmat albatta buning uchun. Lekin shunaqa muxlislarimiz ham borki, mana men siz eshittirishlarini juda ham ko'p ko'raman, radioda eshitaman, televideniyada kuzataman-da, lekin shu qilishga harakat qilyapman, lekin o'xshamayapti yoki uzoqqa bormayapti, natijasi qisqa deyishadi. Buni sababi aynan o'sha salbiy axborotni, ong ostidagi shu qiynayotgan narsalarni juda ham kuchayib ketganligida, o'sha juda ham aktivligida. Uni tozalamasdan oldin hech qanaqa affirmatsiya ham, hech qanaqa YouTube'da ko'rgan ko'rsatuvingiz ham yoki o'qigan kitobingiz ham effekt bera olmaydi, afsuski. Chunki yuqorida aytgan o'sha yiring yaralagan joyni kesib tozalab olib tashlamasdan oldin uni ustiga hech qanaqa malham qo'ya olmaymiz. Shuning uchun ham mutaxassislarni bevosita maslahati, bevosita konsultatsiyasiga ehtiyoj bor. Agar hamma kitobdan o'qib, YouTube'dan ko'rib, internetdan bir-ikki marta qo'llab hamma muammolarni hal bo'laverganda, balki psixologiya faniga, xususan amaliy psixologiyaga shunchalik ehtiyoj kuchaymagan bo'lar edi, azizlar. Demak, yuqorida efirimizdan oldin bitta fikr aytdingiz, Ra'no. Barno shu aylantirib olib kelsak, hamma narsa baribir kelib bitta narsaga taqalaveradi-ya, dedingiz-ku. Aylantirib olib kelib, qancha olib qo'shmasangiz ham baribir kelib o'zimizga taqalaveradi-da. O'zimizni qo'limizda hamma narsa. Boshqa odamdan ayb qidirib, xato qidirib, uni to'g'rilanishini kutib yoki undan bir qanaqadir yordamni kutib, men bilasizmi, bugun Faina Ranevskayani bitta murojaati, bitta fikrini o'qib qoldim internetda. Men o'zi shu aktrisani juda ham hurmat qilaman, qoyil qolaman. Fikrlari juda ham keskin. Juda ham kerak bo'lsa shafqatsiz joylari ham bor-da. Lekin ular shunaqa narsa aytib ketgan ekanligi, agar seni borligincha qabul qilishi, hamma seni borligincha qabul qilishini poylab o'tirgan bo'lsang, sen uchiga chiqqan dangasa ekansan. Chunki borligicha bo'lish har doim ham chiroyli ko'rinishdagi narsa emas. Aksincha ko'p holatlarda xunuk holat hisoblanadi. Uni sen meni borligincha qabul qilsan hamma deb boshqalarni aybdor qilib, boshqalarni o'zgarishini poylab yoki seni o'zgartirib qo'yishlarini poylamaganda, o'rningdan turganda o'zgarishni boshlagin deganlar-da. Men lekin agar Faina Ranevskayani o'sha ijodlari bilan ularni o'ziga xos xarakterlaridan xabari bor odamlar hozir yaxshi tushunishib turishibdi. Men juda ham yumshoq qilib, juda ham qog'ozga o'rab gapirdim. Shunaqangi kuchli ta'sirli gaplar bilan gapirib ketganlar. Yaxshi otga bir qamchi ko'rinishda gapirib ketganda u ayol. Ehtiyotkorlik bilan aytyapsiz. Hozir hammasini qog'ozga o'rab, aslida nima bo'lganini bilmaysiz, qanday ta'sir qilgan. Barnopa boyagina aytib, yaqindagina aytib o'tdingiz, mana bir nechta yo'llarni aytib o'tdingiz-da, ertalab uyg'onganda o'sha ong osti darvozalar ochiq bo'ladi va kechqurun uyquga yotayotganda o'sha paytda nima qilishimiz mumkin? Chunki
o'zi uyqumiz kelib turgan bo'ladi. Qanday qilib to'g'risini aytsam 1-2 marta qo'llab ko'rgan odamlar ham bor, o'zimiz ham shuni boshimizdan o'tkazamiz har bir aytgan gaplaringizni. Va o'sha yerda yo yoningizda yozuv turishi kerakmi, yo nimadir bo'lishi, yo yozishingiz kerakmi ertalabdan turib, nima qilish kerak? Ra'no, agarda sizni har kuni uyquga yotishdan oldingiz haqiqatdan uyqungiz kelib ketayotgan bo'lsa, demak siz baxtli insonlardan bittasi ekansiz. Chunki bugungi kunda, o'tgan kundan qoniqmagan, muammolar hal bo'lmagan, kayfiyati yomon, kimdandir xafa bo'lgani uchun uyqusi tun yarmigacha kelmaydigan odamlar bor-da. Demak, bu ham yaxshi ko'rsatkich. Endi sanab o'tganlaringizni hammaga kamushto deydi-yu ruslar. Birovga yoziq yordam beradi, birovga audio yoziq yordam beradi. Kimdir kitob o'qish kerak, kimdir o'sha boshqa narsani. Shu nimadan ishni boshlash kerak? Bugungi o'tgan kun uchun shukronalikdan boshlash kerak. Bugun kun ham sog' salomat, bag'ri butunlikda, yurtimizda osmoni tinch, qanaqadir natijalarga erishib kunni yakunlagan uchun shukronalikdan boshlash kerak. Qarash kerak u yoqqa, bu yoqqa, hamma uyda, birov o'zini xonasida, birov sizni yoningizda, yana kimdir boshqa joyda tinchgina osmon ostida uxlayapmiz-ku, uxlashga kirishib ketyapmiz. Yana bugun internetda ko'zim tushgan narsa bor, aytadiki, biz deydi oynadan tashqariga qarab turib bir kun bulut bo'lsa yuragimiz siqiladi. Qor yog'ayotganini ko'rsak zo'ntigimiz yo'g'ri esimizga tushib xafa bo'lamiz. Yoki quyosh charaqlab yotgan bo'lsa kunni issiqligidan xafa bo'lib noliymiz. Shukur qilaylik, chunki oynani tashqarisidan qarab turib urushni ko'rayotganlar ham bor degan narsa bor-da. Juda ham ta'sirli so'zlar. Shuning uchun shukur qilishdan boshlash kerak. Endi yotishdan oldin ertangi kunni rejasini qilib yotsangiz deydi, ertalab voqli uyg'onishga ham sizga stimul bo'ladi degan narsalar bor. Lekin men shu kunni sarhisobini va ertangi kunni rejasini yotishdan oldin, uyquga ketishdan oldin eng oxirgi bugungi kunning oxirgi amali sifatida tavsiya qilgan bo'lardim. Agar ertangi kun men bu soatda bu ishni qilaman, bu soatda o'zbegimga boraman, undan keyin ovqatlanaman-da, keyin yana bir psixologlar bilan uchrashuvga boraman deb agar reja qilib qo'ygan bo'lsangiz, shu yotayotganingiz o'zida o'sha bo'ladigan voqeani eslab turib ham xursand bo'lasiz-da, kayfiyatingiz ko'tariladi. Va oxirida o'sha shukronalikni qildik, ertangi kunni zavqi bilan biroz o'zimizni xursand qildik va oxirida shunaqa narsa nasib qilsa ertaga ham menga shu narsalarni oxiriga yetkazib sarhisob qilib plus bajardim, ulgurdim, evladim degan pluslarni qo'yish nasib qilsin deb duo qilinadi, so'raladi. Kerak bo'lsa nola qilinadi. Demak shu so'rash kerak, yaxshi niyat qilish kerak. Endi aytish mumkin, har kuni ham kunimiz shunaqa muvaffaqiyatli tugavermaydi, kayfiyatimiz bo'lmagan paytlar bo'ladi, yo'qotishlar bo'ladi. Ana shunaqa paytlarda o'sha sabr qilishni ham o'rganish kerak. Zatolarni sanashga o'rganishimiz kerak. Yoki bo'lmasam ertaga bugundan ko'ra yaxshiroq bo'lishini so'rash kerak, duo qilish kerak, niyat qilish kerak. O'zi niyatda juda ham hamma gap niyatda deylik. Hamma gap niyatda. Mana hozir affirmatsiyalar ham haqida aytdingiz. Demak, buni kimdir biladi, kimdir yo'q. Ya'ni qaysidir jumlalarni qaytarish, takror ta'kidlovlar deylik. O'sha ta'kidlovlarni va uni bo'lib bo'lgan holatini aytish kerakmi? To'g'rimi? Bo'ladi, bo'lsa menda masalan nimadir bo'ladi. U bo'ladi desa, u keyinga qolib ketaveradi. Biz erishdim, bo'ldi degan narsani ko'p ta'kidlash yoki kechagidan ko'ra bugun yaxshiroqman. Juda ham to'g'ri. Kechagidan ko'ra bugun baxtliroqman. Juda ham to'g'ri. Bu o'rinda bizning aqlimizning aqlliligi ishga tushadi-da. Bizni bilmagan holatda qarang. Men Xudo xolasa baxtli bo'laman desangiz, aqlingiz ichingizda qachon deydi. Siz unga muddat belgilamaysiz-ku. Qachon deb savol beradi. Oilaganimda, sayohatga borganimda, erim yaxshi bo'lib ketganda, yoki yaxshi qizga uylanganimda, yoki adam boy bo'lib ketganlarida, va hokazo va hokazo. Endi qarang, aqlning o'ziga xosligi shundaki, bunga juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Aql har doim nimaga, nima uchun, nima sababdan, qanday qilib, qayerdan, kim tomonidan degan savollarni berishga juda qiziqadi. Aqlga indamay tursa bo'lmaydimi? Bo'ladi. Indamay. Uni ham bilan gaplashyapman degan narsa. Men aytaman, ana ko'p holatlarda aqlni o'chirishni bilish kerak. Aqlni o'chirish kerak. Sen jim turgin, to'xtab turgin. Endi qarang, aqlning o'ziga xosligi shundaki, u har doim savollar beraveradi. Agar aqlni qoniqtirib o'sha savollarga javobni bersak agar, u bizni ana shu maqsadga erishishga juda ham yaxshi imkoniyat aql aslida. Lekin aqlni o'sha nimaga, qachon, qayerdan, kimdan, nima uchun degan savollarga javob bermaganimiz uchun harakat boshlanmaydi.
harakat boshlanmaydi, poylab turadi. Endi shu o'rinda men baxtli bo'laman xudo xohlasa deganingizda qachon deydi, siz esa indamaysiz, men baxtli bo'laman, ha bir kunlardan bir kun baxtli bo'larkanman deydi. Qachondir aqlam keyingi kelajakka qoldiraveradi va affirmatsiyalarning kuchi ham ta'siri ham shundaki, biz ana shu voqelikka erishganimiz deydiki ta'kidlovni takrorlaymiz, o'zimizni aqlimizni ham shunga ishontiramiz. Yana olimlarning e'tirof etishicha, miyaga deydi aqlga farqi yo'q. Siz kelajak haqida gapiryapsizmi yoki hozir holat haqida gapiryapsizmi? Bu endi tasavvur, vizualizatsiya. Men go'zal, baxtli va badavlatman desangiz, qachon, nima sababdan, nima uchun emas ekan, baxtli ekanman уже.